19 yoshimda 70 ming dollarga yaqin qarzni to'lab bitirib olgan 5 ta eng katta insaytim, agar qarzga kirmoqchi bo'lmasangiz, mana shu 5 ta narsaga amal qiling. Birinchisi bu ibodat qolib ketmasligi, ya'ni ishim deb namozdan voz kechib olmaslik. Ikkinchisi bu ota-ona bilan munosabatni uzib olmaslik. Munosabatda deganda qanaqa? Ish deb uydagiga kech kelib, uydagilarni ko'rmay, uydagilar bilan qat'iyatul aylanmay, vaqt o'tkazmay, gaplashmay, o'zingiz bilan o'zingiz bo'lib qolishingiz. Uchinchisi, qarz keldimi, bu telefonni ko'tarmasdan yoki qarz keldi, uni shapkasini buni shapkasiga kidirish. Ya'ni bundan qarzni olib turib unga yopish, undan qarzni olib turib bunga yopish, ya'ni bu narsa kattalashadiki, yaxshilikka olib kelmaydi. To'rtinchisi bu noshukrlik. Ya'ni ishlayotgan, o'zingiz erishayotgan natijalardan har doim shukr qilmasdan noshukur bo'ladigan bo'lsangiz, dalshi botqonligiga botib ketaverasiz. Va 5-oxirgi narsa, uylanmagan bo'lsangiz, munosabatlar yoki boshqa narsalarga aralashmaganingizni tavsiya qilaman. Bu o'zim hayotimdan o'tgan 5 ta insight.